Qoraqalpog'iston yana bitta aytib beraman, okey? Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'lga chiqdik. Hop o'rtoqlar, Gugurt shouga start berdik. Shartdanzgina eslatib o'taman, bizlar Toshkentdan mana shu Gugurtni olib yo'lga chiqqanimizda butun O'zbekiston bo'ylab har bitta viloyatda Gugurtni qiymatidan qimmatroq narsaga almashtirib boramiz. Birinchi bo'lib Qoraqalpog'istondan boshlaymiz. Siz oka mana ko'rayotgan qoraqalpog'istonlik oka nimaga almashgan bo'lardingiz? Yozib qoldiring. Biz sizlar bilan aloqaga chiqamiz, yo'q, uchrashamiz. O'zimiz boramiz. O'zimiz borib, siz bilan uchrashib, bergan narsangizni post qilib joylashtiramiz. Ko'ramiz, Gugurt Toshkentdan chiqib ketib, nima bo'lib qaytarkan. Da, bitta endi jamoa a'zolari bilan tanishtiraylik. Ketdi mana. Azim! Cho'krabarti. Atushi cho'qinaman. Ular zo'r nastrena bilan yo'lga chiqib oldi o'rtoqlar. Qanaqadir muammolar bo'ladimi, yaxshi holatlar bo'ladimi, hammasini ko'rsatamiz. Lekin ishonaveringlar, bunisi boshqacha bo'ladi. Nimaga aytaymi? Ozod va'da berdi. Okey, yomon bo'ladi, ishoning.